Sizlarni o'zim bilan Toshkentdan Orolga olib ketaman. Toshkentdan samolyotda 1 soatda Nukusga borib, tongda mana shunaqa katta mashinalarda yo'lga chiqdik. Yo'l boshida Mizdahan kompleksiga kirib o'tdik. Qadimgi qabrlar, sokinlik, go'yo vaqt to'xtab qolgandek edi. Oldimizda yana 7 soatlik yo'l. Qum, cho'l, shamol va kenglik. Yarim yo'lda kanyonlarni ko'rishga to'xtadik. Qarang, bu tabiatning mo'jizasi. Haqiqatdan ham chiroyli. Mana bu esa kemalar qabristoni, suvsiz qolgan port. Bir paytlar bu yerda hayot qaynagan. Endi bo'lsa suv o'rnida cho'l va zanglagan kemalar. Ular xuddi cho'lni qo'riqlayotgandek edi. Yarim yo'lni bosib qo'ydik. Bizda na antenna, na internet bor. Uzoqdan ko'kimtir chiziq ko'rindi. Bu Orol edi. Uni ko'rish uchun naqd 1300 kilometr bosib keldim. Bu orzuyim edi. U ushaldi, ammo unchalik xursand emasman. Chunki odamlar ko'z o'ngida Orolning suvi qurib bormoqda. Shu kecha kostyor yoqib yulduzlarni tomosha qildik. Tabiat va siz, boshqa hech kim yo'q. Shaharda bunaqa yulduzlarni ko'rmaymiz. Tunda esa o'tovda o'tkazdik. Ham qo'rqinchli, ham mazza. Ertalab quyoshni kutib oldik. Orolda yangi kun boshlandi. Orolga qarab bir narsani his qildim. Bu yerda faqat suv emas, qancha insonning umidlari, orzulari tugamoqda. Lekin qoraqalpog'istonliklar singari men ham ishonaman. Bir kuni bu yerga yana suv qaytadi, Orol qaytadi. Ortga qaytishda tuyalarni ko'rdik. Akim o'ylabdi deysiz, dengizdek suv kamayib, cho'lga aylanishini, baliqlar o'rniga tuyalar yurishini. Marshrutimizdagi oxirgi nuqta Sudochi ko'li. Bu yerda pushti qushlar, o'sha mashhur flamingolar bor. Ularni ko'rishga shu kichkina qayiqchida boriladi, lekin bu yerda ham suv kamaygan. Shuning uchun qayiqda borish biroz qiyinlashgan. Ammo mana bu manzara nihoyatda chiroyli edi.